Meva sabzavotlar pishdi degani biz ayollarni bankka yopishlardi boshlandi degani. Chang bosib yotgan bankalarimizni oldin gelli suvda, keyin toza suvda yuvib olamiz. Yuvgan bankalarimizni quyosh tushadigan joyga ag'darib qo'yamiz. Endi esa o'rikdan varini yopamiz. O'riklarni yuvib ikkiga bo'lib olamiz, ichidagi danagini olib olamiz. O'riklarning ustidan shakar sepib qo'yamiz. Shakar bu kiloga kilo hisoblanadi. Agarda o'rigingiz shirin bo'lsa, kamroq solinadi. Men 10 kiloga 8 kilo shakar soldim. Shakari erigach suvi chiqadi va uni qaynatishga qo'yamiz. Yana bir usullardan biri bu shakarni ustidan sepmasdan qozonda alohida sirup qilib, uni ustidan o'riklarni solib qaynatsa ham bo'ladi. Bunda o'riklar dona-dona chiqadi. Bolalarim kichkina bo'lgani uchun va esilganini yegan uchun men bu usulda tayyorlayman. Qaynatishga qo'yganimizdan keyin 15 minut qaynatamiz, 15 minut gazni o'chirib qo'yamiz. Ikkinchi qaynatganimizdan keyin ustidagi ko'piklarni olib tashlaymiz. Yana ikkinchisida ham 15 minut qaynatilib, 15 minut sovitiladi. Uchinchi 15 minut qaynatganimizdan keyin bankalarga solib, yopishni boshlaymiz. Bankalarga varinini solishdan oldin bankalarni 15 minut bug'da sterilizatsiya qilib olamiz. Bankalarni kirishkasining ustidan qaynoq suv solib qo'yamiz 10-15 minutga. Keyin esa bankalarni yaxshilab mahkamlab olamiz. Varinilarimiz tayyor.